Assalomu alaykum aziz do'stlar, muhtaram ko'rmanlar. Jon Ajam ovoz bilan Uyg'ur Yevropa ansambli san'atkorlar programmasiga xush keldinglar. Bugun bu program orqali men yana Bahorliq Uyg'ur Yevropa ansambli nomidan bu ko'rmanlarga, bizni qo'llovchilarga va bu gapni tushunib anglayotgan ajnabiy do'stlarga, insonlarga takrar salom yo'llayman. Va yana bu Ramazon oyinglar takrordan muborak bo'lsin. Ve en mühim bugün bugünkü Doppa bayramımızga, Doppa kelimizga mübarek olsun. Bugün yana davamlıq sizler bilen bu ekranda yüz görüşerliğinden nayet hoşçakalın sıkılma özlemli. Yani ikinci bölümde degenimdek senin manevi ozuqlarga təmini bulması mı özlemnin meyvesini sunsam ve bunun için tırışsam da boylap yaxşı sözlerini, güzel kelimelerini toplaşqa o'rnatyapman. Ama hayatta to'g'rining xatosi bo'lgandek, yaxshining yomoni, go'zalning ko'rimsiz bo'lgandek, albatta bu programmada nuqsonlar bo'lyotdi. Shunga sizlarning bu nuqsonlarni mening tajribasizligimga berib, davomli qo'llab quvvatlashinglarni umid qilaman. Men bunga muhtojman. Mening istaginim sizlar ko'rmanlardan bu programmani, bu san'atkorlar suhbatini to'g'risi bilan, xatosi bilan, tatligi bilan, ochiqi bilan yaxshi ko'rib, qabul ko'rib, ko'zga degan umidda. Bilganingdek, hech qanday bir ish bu dunyoda mukammal xatosiz bo'lmaydi. Amsa bugunning aziz mehmonini sizlar bilan yuz ko'rishdan burun programmaning sizlar uchun, go'zal insonlar uchun sunilgan bugunning so'zini qalbingizga sunsam. Bu dünyada sizge ve bizge ağır günler, musibetler, xaflıqlarning bo'lgandek, xo'shallik mı, güzel günler mi bo'lyotdi. Hammamiz to'g'rini ve o'zimiz xohlagan yo'lni tanlayapmiz, bu yo'l orqali xizmat qilyapmiz. Eng muhim bo'lgani yo'l evatimiz, tajriba to'playapmiz. Ba'zi to'g'ri yo'lni tanladik ve ba'zi xatoni. Ammo o'rganyapmiz. İzdeş bilen tepilmez, tapqanlarning hammasi izdegenlerdir. Bu hayat bizge bir uzun seferdir. Hatta aşık yolculuğudur. Şuna biz seferde bir yolda ekanligimizni unutmayli. Yolning, seferning ahiri nega boradi deb o'ylamayli. Bu yo'l nega boradiganligini o'ylash behuda bir tirishishdan iborat. Siz faqatla oldigan birinchi qadamingizni, eng muhim qadamingizni o'ylang. Qolgani o'zigidan keldi. Bu insanlık seferde, yolda her xil işlerge duch kelsiz. Xo'shallikqa ve xafalıqqa, musibetga duch kelsiz. Sağlamingizda bo'lsin ki, ba'zi xafalıqlar foydalidir. Avval sizni ko'nglingizni yerim qilish mumkin, ammo oxirdan har qanday ahvolda, har qanday ishlarni to'g'ri tushunishingizga va ba'zi ahvollarda to'xtab, to'g'ri qarorlarni olishingizga yo'l bo'ladi. Aksincha xo'shalliklar sizni qisqa muddatlik yo'lingizni to'xtatib qo'yishi mumkin. Shuning uchun bu hayotda sog'lom va ko'ngildagidek davom qilish uchun o'zingizning va ichingizdagi normal hayotingizdagi va ichki hayotingizdagi tangpungligingizni qo'g'dashni va buni tuzashni unutib qolmang. Bu bek muhim. Qanamsa programmaning asosli qismi, ya'ni bugunning mehmoniga kelsak, sizlar bilan bugun Uyg'ur Yevropa ansamblining asosliq, talantliq a'zolaridan Rahima bilan Tahirjonni huzuringizga sunsam, men bir ekranliq chaqirib baqay. Xolos javob bera. Assalomu alaykum. Tahirjon, Rahima, qanday ahvolinglar? Yaxshimi? Tinch turamsizlar? Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Bizmi yaxshi? Ramazoninglar muborak bo'lsin. Undan sir Doppa bayraminglar muborak bo'lsin. Rahmat bo'lsin. Suhbat programmasida sizlardan avval kuninglarning bu uyda qol vaqtidagi kuninglarni qanday o'tayotganligini bir bizga deb bersanglar, ko'rmanlar bizni qo'llayotganlar bir anglasa. Aldı bilen barliq bizni ko'rayotgan, bizni qo'llab ansamblimizni qo'llayotgan barliq qarindoshlarniki ulug' Ramazon oyini va
Bugünkü dopu bayramını chin ko'nglimizdan tabriklaymiz. Ondan keyin bizga kelsak, barliq qarindoshlarga o'xshash uyda bolalar bilan ko'pincha shu mashq qilib, musiqa mashq qilib degandek. Vallahi tapşırıkını işildi. Ha. Diyerek hazır Ramazan vakitte iftardan tamamını tayyorlik qilib kunduz balduroq. Anki balını qo'sqin to'yg'iz bo'lgandan keyin tapşırıklarını işiltdi. Andan keyin dadasi bilan bir soat birga bolalar bilan faoliyat qilib uyda. Andan keyin hammamiz o'zimizning ishig'i kirishib ketdimiz. Men o'zim yotoqqa yuzkirib kinorimni ko'rib. Kinorimni ko'rman dadasi, men musiqa uyda musiqani chaldi. Degandek shu ishlar bilan Gollandiyadagi evde qal, yani uyda qal vaqtida hökumatning qanday tavsiyalar bo'latıdı yoki qanday qonunlar bo'latıdı, shuni bir haqida tushuntirib bersanglar. Menimcha o'sha oyning oxirlarida balkim normal xizmatga chiqish bo'lishi mumkin. Lekin shu 1,5 metr oraliq saqlash degandek, undan keyin 2-3 odam bir yerga to'plashmaslik, undan keyin bir-birlarning uyiga patiga borgandek, mundaq biz Uyg'urlar patlashgandek mehmonga bormaslik degandek ahvollar bo'ladi. Qolgan jihatlardan herhalde Allohga shukr dastlabki vaqtlarga qaraganda xil yaxshi yomon emas. Hozir hali inshaalloh 6-oygacha yaxshi bo'lib ketarmikin deb umid qilyapmiz. Shu xudoyim bu tuysub deb sizlarni sevgandim, ansambliklarni bek sevgandim, bir joyga yig'ilgan bo'lsak, bir obdan bo'ladi. Shundaq. Mushu 5-oyda sizlar konsertimiz mush sababli yo'q bo'ldi-ku. Ha, shu gapini qilma. Xudoyim biz yana plan qilamiz. Mana mush orqaliqmi bizni ko'rayotganlarga ekspozitimizni osalimizni. To'g'ri. Amsa savol javob shaklida davom qilaman. Chunki sizlarni ko'rishni xohlaganlar, sizlarning gapini anglashni xohlaganlar albatta kerak, sizlarning hayotinglar bilanmi nima ishlarni qilayotgandi. Tayyorjon, rahima deb chiqim so'raydi degina. Balki keyin hozircha jonliq bir narsa qilamagandan keyin mushtaq ep qilib taqdotman. Tavsiya qildigan, ya'ni hozirgi uyda qolgan odam tavsiya qildigan Rahimaning kinosi, Yasinning kitobi. Ashtaq bir narsalar bo'lsa desanglar olib qolsam, ko'rmanlar balki foydalanib qilish mumkin. hozircha men İstanbul'da Gelin diyen dizini ko'rayotgan. Şu dizi bek yaxshikan. Agar ko'rib ayollar, sizlar erlar bo'lsin, mayli oilaliklar ko'rishni xohlaydiganlar shuni ko'rsa deb tavsiya qilaman. Shuna yaxshi film ekan. Qismliq Turkiyaning kinosi ekan. Lekin ko'pincha kino ko'rdim. Men hozir shu kitob o'qiyapman, ammo musiqa nazariyasiga oid, andan keyin nota burun maktabda o'qib kelgandan yaqin Gollandiyada bu ish bilan shug'ullanmagandan keyin kasb alışıp ketdi-da. Shu sababli nota ko'rishim misal astlab qolibdi. Ba'zi ko'rish tegishli materiallarni, kitoblarni varaqlab degan. Har xil milliy instrumentlar, asboblar, chalg'i asboblar bor. Bularni o'rganish uchun mening kasbim klarnet xabarim bor. Bu milliy chalg'ularni hisobda 0dan boshlab o'rgangan bo'lgandan keyin uni o'rganish uchun yana azroq kitob ko'rsam bo'lmaydi. Shu asosan musiqaga doir kitoblarni ko'radim. Men tavsiya qilay desam, bizniki ko'rganlarimiz uchun tepilmasligi mumkin. Yana birisiga qiziqsa agar shu nota, bestizlik notani o'rgansan, shuni tavsiya qilaman. Bo'ldi. Rahmat. Amsa yana bir savolga o'tmasdan burun albatta sizlarni nurg'un odamlar tunuydi, lekin shundaqdimi o'zinglarni qisqacha tunishtirib, o'zinglar bu programmani qolib qolsa, ko'rganlarni bilsa, qayerda nima ish qildinglar, nima qildinglar, qachon to'y qildinglar masalan. Ishlarni bir qisqacha tushuntirib o'tsanglar, olib qolma. Men ismim Rahima. Qarmay shahrida tug'ilgan. To'liq so'zni bittagandan keyin
2012 yılı Dünya Sanat İnstitutu'na nakış kasbiga qabul qilindi. Bu yerda 4 yil o'rta texnikumni bitirgandan keyin 2006 yılı yozlik ta'tildan keyin O'zbekiston Davlatlik muzika konservatoriyasida kasbimni davomlashtirib o'qidim. Bu yerdan 2008 yılı Gollandiyaga keldim. Siz? To'yxonimiz dimdom. Bu yerga kelgandan keyin Tahir ikimiz bir ay oldiga bo'lib keldik. Men boshda keldim, Tahir mendan keyin keldi, bir ay keyin. 2010 yılı 1 ayning 16 kuni biz Gollandiyada to'yimizni qildik. Wow, saatlarni tatib tepirgan az qoldimi? İsmim Tahir. Özüm Qashqardan. Ben bu Rahime bilen 2002 yılı sene mektepte tanışkan. Ben bu klarnet kesbide sene mektepte qabul qilinib 2002 yıldan 2006 yılgacha sene mektepte okudum. Ondan keyin Toshkentga chiqib, Toshkentda yana shu kasbda davomli o'qidim. Ondan keyin 2008 qaytib keldik Gollandiyaga. Qolgan turmush sergüzeştirimizle Rahime bir kurdep ötep gitti. Ben qo'shilma. 2002 yıldan Qani ko'raysining tarixi birlikte bir o'rindiqda o'tirdik. Uzun orada qo'ydik esni. hozir qadar ishkimlarning ayrim ko'nglida qolib qolgan, masalan, qilinmagan bir ish, qilmoqchi yoki mushta bo'lsa ekan degan bir ish bo'lsa, o'nim desang nima qilaman? Mening iman qilsam bo'pti-ku deydigan ishim shu kasbim. Bu yerga kelgandan keyin Yevropaga kelgandan keyin mayli til jihatdan bo'lsin, ish qilib ba'zi biz turmushga chiqqandan keyin baldur bo'ldik. Ballarimiz kichik bo'lg'achqa kasbimizni loyiq qilolmadik. Andan keyin bizga bu yerda unday jiq fursat yo'q. Chet elda Yevropada chiqqan Uyg'urlarning balkim az qismi balkim o'zining o'ylagan kasbini qila olgan bo'lishi mumkin, ammo bizmi o'zimiz xohlagan naqsh kasbimni masalan voyaga yetkazib qilolmadim. İnşallah endi Xudoyimiz kelgusida oldimizdagi yo'llar ichilib qolsa, balkim konsertlarimiz davomlashib qolsa, texim yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Doim buyursa. Tahirjon aka, sizning ko'nglingda qolgan, shuni qilammidim deb qolgan. Hepsinden işim sene mektepte okup, ondan keyin Toshkentda okup, şu vatanga berib, kasbimdan, mesela mektepte okuganda bildi, kasb bitirdigan vaqtida yoki har yilnisi bir qitim kechilik o'tkazildi. Yoki bir sinfdan bolalar ayrim bir kechilik o'tkazdi yoki ayrim o'zi kechilik o'tkazdi. Men aş Toshkentda o'qib bitirib qaytib ketgandan keyin işte bir arzum vardı, onun yetemdim. Asasen ata-onalarim bir ko'rsa deb işte bir arzum vardı, onun yetemdim. Ondan keyin yana bir nimam bor hozir. Hozirgi balkim bu plan yetishim mumkin inshaalloh. Onun uchun tirishyapman arasga qilganda. Shu milliy musiqalarimizni yaxshiroq o'rganib, mishadiki Uyg'ur qarindoshlarimizga, farzandlarga o'rgatadiganqa bir sharoit hozirlash o'yim bor. Inshaalloh buni yetaman deb o'ylayman. Endi yoki bo'lmasa internetda yoki ansamblimizniki shu sen qilayotgan shu hozirgi sayfi bilan birga chiqishim mumkin. Burunqi arzuyimni amalga oshirolmay qoldim. Bunun har xil sabablar bilan taqdirimizda niye kelib qoldim. Lekin bu arzuyimni inshaalloh vujudga chiqarishga tirishaman. Doim buyursadik. Bu qilib bo'lgan ish ekan buni. Bu hayotimiz o'rganish, har kunimiz o'rganish. Bo'lmasa ben nimada bir gap bor, o'rganib bo'ldim degan gap, o'ldim degan gap bilan barobar bir gap. Tamam. Andasi yana davomli qilmoqdim. Yana bir savol, nuqtaliq savol. Uyg'ur Yevropa ansambliga qanday a'zo bo'ldinglar? Qanamsa. Gollandiyaga kelgandan yoqqa
Müşahitki kırındaşlarına yani bizden sen mektepte okuganligimiz üçün belkim jiqraq bizga besim bul da sizlar mush kasb o'qigan ekan mush ishning ahli yoki mush ish bilan shug'ullansizlar degandek ashunda san'atga doir ishlarda oldiroq chiqib qolgan ko'pincha shunda bo'lgandan keyin bu klarnetlarni men chelib bir yerlarda qilib qolammidim. Bizim Uyg'urlardan pek keng taralgan müzik emas. Qanday qilsam bo'ladi deb o'sha o'ylanib turgan vaqtda bu kasbimdan ayrilib qolgim yo'q muzikadan. Shu Kamil Abbas akamizniki mishada har xil qo'ldan kelishcha faoliyatlarni qilayotganini anglab, andan keyin bizmi faqat Rahim ashkimiz emas, Toshkentdan xil saboqdoshlar kelgan. Shu jarayonda ancha-muncha bir yer yig'ilib, bular milliy müzik çalgan ekan. Men bir dutta bilan apilish baxtim. Ondan keyin bizning Gollandiyadagi sharoitimizda bir bas ravobniki ehtiyoji borligini his qilib, buni vatandan keltirib, buni o'rganib, ishlab qilib tug'andiq. Kamil kam bilan birga aqida yurib, xili yaxshi Uyg'urcha ahanglarni chelishni o'rganib, qulqim pishib qolgandi. Xili yomon emas faoliyatlarni qildik, ba'zilarini to'rlarda bor, ba'zilari to'rda yo'q. Masalan, gollandiyalik bolalarga naqsh o'qitadigan, masalan, gollandiyalik bolalar Oppoq to'shqan degan naqshlarni bildi bir mezgilda boshlang'ich maktabning bolalari. Ashtaq faoliyatlarni qilib kelgandik. Shu undan keyin Muxtarkamning Vengriyadagi butunlay Türk qavmlari faoliyatiga borgan vaqtida bizning Gollandiyadan bir og'inimiz beribdiki, shu Muxtarkamning nomerini ag'ash kelibdi. Tanishdik undan keyin Muxtarkamning bo'lsin, Kamilkamning bizning Gollandiyadagi Kamilkamning bo'lsin, bularning ham ishtaq ideyasida kallasida ishlar bir o'y fikr bor ekan, bir yerga jam bo'lsak degandek. Shu mezgil o'xshaydi, shu telefonlashib Muxtarkam bilan so'zlashdim, undan keyin işte o'zini atrofida do'stlarim bo'lsa, bir ko'rib qo'rsak degandek bo'lib, bu bara hammalar o'zimizning atrofidagi tonish muzikant, müsaat qarindoshlarni bir yerga kelish orqali to'pimiz qurilib, degandek bir hammalarning tirishchilik bilan aytdi, yaxshi logolarımızmı, şuna qamlashgan ismlarimizmi shunday mos kelgan, shuna bir ansambl qurildi. Menimcha nemiz bu fursat shu vaqtda shu mezgilga tutilgan o'xshaydi. Shu sabab bilan qurilib kirib qoldim. Rahimani lekin AQSh mening xizmat imtiyazımdan paylaşıp ekirib aldım. Ya çaq. Lekin men Gollandiyadagi bizim Gollandiyadagi ansamblimizning Gollandiyadagi a'zolariniki nimasi bu vakili boshliqi deganda. Shu imtiyazimdan paylanib ekirib aldım. Ismi yavrum agentimi. Harni demeyimiz hanımiyada. Bu işte Kamil akımızın rol sende çok boptu. Hem ben bu programı bir yer arkalık Kamil'e selam yo'layman. Ma'lum sebepler tüpeyldin Kamil bilan paran sohbet alamadık. Şunun için selamlar olsun bir yerden. Anından keyin davamlıq sual. Bu öyde qal vaqtimizda hozirgi mush kunlarda nimani bek seg'indinglar? Nima qilishni yoki qandaq narsani? Uyda qolgan jarayonda men hammadan seg'ingan ishlarim bolalarimni bog'chalarga borib o'ynatish. Andan keyin ancha-munchalik do'stlar o'zimizning yaqin do'stlarimiz bilan oilalik bo'yicha boshqa bir 2-3 soatlik aralıqlardagi musobaqasi va yerlarga berib, birga oila bo'yicha sayohat qilish, ashlarni pek seg'indim. Men sartaroshxonni seg'indim. Balkim uning qanday chechin o'zim yasashim mumkin. Yana birisiga sport maktabimni seg'indim. Kickbox berayotganda
sebepli onu takip etkendan keyin borolmadim. Bir tayoq yegilarim kelib. Chiqaman deganga chiqamagan, borma deganga berib ko'ngil xalgan ishni qilamagan. Xudoyim bir o'tib ketadi bu kunlarni. Aldiqdim degandek hamma yomon ishlarni o'tib ketadi. O'xshash yaxshi ishlarni o'tib ketadi. Vaqt bilan bog'liq qo'yman aslan. Lekin savollar o'tib ketmaydi. Qaranglar, mana bir savol. Bu kunlarda, hozirgi mush kunlar tugab ketsa uyda qoldinglar hozir. Tugab ketsa yugurib berib qildigan ishinglar birinchi bir ish ayrim danglar. Qizlarimni bog'chaga olib o'ynatish. G'ayrat qilish demadingiz yaxshi. Tarjan. Sport maktabga berish. Qiyish yanılam, tamam. Devamlıq savol bu kunlarda bu uyda qol vaqtida sizlarga eng foydaliq buning mush uyda qolgandan nimaga foydaliq bo'ldi? Buni anlatın. Menimcha biz bolalarimiz maktabda o'qiyotgan vaqtida normal ish hayotimizda bek aldirashdiqda. Tayirmi haftada 6 kun ishlaydi. Men 4 kun ishlayman haftada. Ba'zi paranglashqidek vaqtimiz yo'q uyda. Shunchalik aldirash charchab ketganimizdan bo'ldirilsa 8 bo'lolmay uxlab qolamiz hammamiz. Bir muldashib, oila bo'yicha paranglashib, bundoq nima qiladigan ishimiz hammamiz plan bo'yicha bir xil. Hafta oxiriga yoki bo'lmasa ba'zida o'ylagan ishlarimizni qilib bo'lolmaydiqda. Hozir jiq paranglashib, bolalarimiz bilan jiq muldashib degandek. Uyda bu vaqtida yaxshi ko'radigan tomoqlarni etib yeb, ba'zi bolalarimiz bilan o'yin o'ynab degandek, bolalarimiz bilan qilib bo'lolmagan ishlarimizni birga qilib, muzika jihatda tayyor ba'zi muzikalarni chas birga anglab, ankin naqshlar izlanib, qo'shiq kishilar aytilgan naqshlar bormi deb bundoq. Biz maskalarni tushunib Bizdan vaqt chiqaydi demoqchi. Bu jarayonda bolalar bilan jiqaroq vaqt o'tkazdik, Rahimam deb o'tib ketgandek. Onun ustiga kichik qizim shu yangi uyga chiqiblam, oyga chiqib, mengib texmo hozir pir uchirgan bo'lib ketdi. Shu bolalar bilan jiq vaqtimizni o'tkazganga yaxshi fursat bo'ldi. Ondan keyin bolalarning uyg'urchasiga texmo yaxshi bo'lishiga fursat bo'ldi. Ondan keyin Ramzan to'liq tutib olgan fursat bo'ldi. Ondan keyin jiqroq muzikalarni chelib, mashq qilgan fursat bo'ldi. Men uchun 3 oy yaxshi bo'ldi deyman. Hamsa men programmaning oxirgi kavotida qolinglar men sizlarga bu narsa. Sizlarning ko'ngil so'g'inglarni ilishdan burun bo'lsa ep qoldigan bu program bo'lgandan keyin bu yerda chiroyli gaplar yoki o'zinglar xohlagan ko'ngillardan kechgan har qanday narsa bo'lsa so'zlab bersanglar ep qolaman. Undan keyin bo'lsa bir muzika chapiramsa yoki naqsh etib beramsizlar. Buni qilib bersanglar bu muzika boshlashdan burun shu ko'ngilingni so'g'inglarni deb bersanglar, mening kutadiganim ankizi sen tayyorchi adash bir qashqashivista bir gapni qilib bersang uni map qolmaydi. Men ko'nglimdagi gapni deyishdan boshlay. Biz hammalar muhojiratdagi qarindoshlar, har soatdagi qarindoshlar har jihatdan tirichyotdi. Qo'ldan kelishicha. Meni tavsiyalarim butun bizning ko'rayotgan yoki bizning ansamblimizni qo'llaydigan yoki ish qilib bizni ko'rgan qarindoshlar bo'lsin, o'zimizni saqlab qolamiz ekanmiz. Cho'qim naqsh muzikalarimizni hurmatlab, bugun bo'lsa imkon bo'lsa o'rgansa deyman. Qashqashimizda. hozir shu tizimdan chiqqanda nega qildi ba'zida. Hozir desam esim kelmadi va quruq gap qilib bersak, quloq ho'sh yoqmaydi. Bir muncha muzikani tizib qo'ydim. Orasidan bizni tanlab olsam, bizni chepmayman. Buldan gapga. Aday chep berishingdan burun Rahimaning ko'ngil so'zini anglab olay avval. Oy, tatli qiz, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Nima tatli bu jin? Kim o'z ismi deb bera? Avvalay. Arzu. Aponatdan gapini tatib oldingiz, unda siz bir ko'nglingiz gapni qilib bering, avvalay. Bo'ldi. Birinchidan, mening ko'ngil so'zim, Mo'minjon bu programmani ishlab yaxshi qilibsiz, sizni tabriklayman. Bundan keyin davomlashtirishingizni umid qilaman. Andan keyin
bütün çeteldeki özümüzden, Uyghur qarindoshlarımızdan hamma işlerini oңushlik bo'lishini tilayman. Rahmat. Rahmat, sizga rahmat, ko'p rahmat. Tayircan amsa nereden başlaysa da bu yandaki müzikler birbirinden güzel, çıraylı, kalite. Arkadaki rap gözüm düştü daş. Arkada Otturdaki rap. 3 tal ravab var. Qashqar abi, ondan keyin do'lan ravab, bas ravab var. Şu Qashqar rapını tanıyım mendim ba. Özbek rap bilan şu dolan rapını bir anlığım badaş. Ya bu O'zbekistondan kelgan, O'zbekistonda Qashqar ravobi deydi buni. Biz lekin O'zbek ravobi deymiz. Millat Qashqar ravobi. Mushni ash chapray. Mo'ndoq. Bunun ismi do'lan ravab. 15 tal tarixi var. Men buni qandaq o'rganib, qandaq chilishni rastlab qilsam bilmayman. Texnik materialini qandaq tuzashni izlanib topolmadim. O'tan bilan aloqa bo'lmagandan keyin tanishib, toza tuzuk tanishamadim. Shundan bir muzik chapaqay. Daş kulağına depbem son. Yüreklerine sağlık. Buldu emse sizlerin güzel vaxtlarını şu programı sarıp kalan her bir minutuna rahmet. Ben bu programlarımdan sizlerge rahmet etime. Emse buldu yaxşı ötküzünler vaxtlarını hem ona Allah'a. Hoş. Amanet hoş. Aziz görmenler, bugünkü program işe yaklaştı. Ahırda Allah'a yan tekrardan Dopu bayramı Allah'a mübarek olsun. Bu söhbetini, bu programını görüp yaxtırgan bolsаңlar, yaxtırışkını kısım bisip qoyаңlar. Bu azab olmab mənğo deb bisqan bolsаңlar, azab qoyаңlar. Yani davamlı qoluşmağa hər vaxt muhtacımız. Ən mühimi mana bolsa kalanlardan ötken men bir tanıydigan bir sıfatı, müştümü bir söhbetke, sanatkarlar söhbetiga, bir sanatçı buluş sübtida bir chaqirib, qiskan deydigan ümidi bolsa, onu mana bir yezib ap qo'ysanglar, qandaq aloqa qilish usullari bilan. Men bu do'stimizni, bu sanat bilan shug'ullanayotgan qarindoshimizni va suhbat ap bolsam, texmi xush bo'laman. Buldamsa, hamma tekrar yaxshi kunlar. Yaxshi bir haftalar bo'lsin. Bir hafta ko'rishaylik. Allohga emanet.